Bolani boshiga urush qanday jiddiy asoratlarga olib kelinishini bilganingizda edi, bu ishni aslo qilmagan bo'lar edingiz. Xo'sh, qanday qilib? Bu narsani hozir sizga tushuntirib beraman. Ko'pchilik ota-onalar bilmagan holatda o'z farzandi yoki yaqinlarining bolalarining boshiga urib qo'yishi yoki ularni urib jiddiy jarohatlar yetkazishi mumkin. Xo'sh, bu holatning qanday 4 ta jiddiy asoratlari bor? Birinchisi bu bosh miyaning lat yeyishi va bosh miyaning chayqalishi. Ko'pincha boshning ensa qismiga berilgan zarbalar natijasida boshda ko'pincha miya chayqalishi, miya lat yeyishi kabi bosh miyadagi jiddiy o'zgarishlarni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi bu post-travmatik bosh og'riqlar. Agar zarba kuchi yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu surunkali ravishda bolaning boshini og'rishiga olib kelishi mumkin. Uchinchisi, zarba kuchi o'ta yuqori va intensivligi baland bo'ladigan bo'lsa, agar bolada sudorga epilepsiya kasalligi moyilligi bo'lsa, bu kasallikning yanada rivojlanib va undan keyin xavfli turlariga o'tib kelishiga olib keladi. To'rtinchisi va asosiysi bu kasallikda bolada butun umriga qolib ketadigan psixotravmalar va bolada qo'rquv, vahima kabi his-tuyg'ularni rivojlanib ketishiga yo'l qo'yishingiz mumkin. Shu sababdan bola tarbiyasida uni boshiga urishlik tavsiya etilmaydi. Bu videoni ota-onalarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.